o'xshatadigan umiddaman. Bugun Smoky Eyes makiyajini yopamiz. Nima qilamiz? Yopamiz deyman. Hammani uxlatdim. Smoky Eyes uchun birinchi ko'zlarimizni sho'yla jigarrangda bo'yab olamiz. Shu joyda qizim uyg'onib qoldi. Endi ko'zimizdan tegini qora qalamda bo'yab olamiz. Ay, eplolmayapman. Tiylarni ham chizib chiqdik. Endi kistichka bilan sho'yla yoyib chiqamiz. Endi tepasiga ham qora qalamda chizib ana qilamiz deb turdim. Kichkina qizim ham yig'lab qoldi. Shular uyg'onib qolmasin deb hammomga kirdim. Baribir uyg'onib qolishdi. Makiyajni ustiga yotib qo'yaylik tezroq. Tepasini ham bo'yab olar ekanmiz. Mana o'rtasiga yaltiroq qo'yamiz. Hozir bu video bu. Topdim. O'qiyjon. Bu atrof bo'lmadi shakliga. Ko'zlarimni amalladim. Hozir tezdagina yuzlarimni bo'yab kelaman. Qo'limda bola bilan ozgina qiyin bo'lyapti. Smoky Eyes makiyajimiz tayyor bo'ldi. Bir qo'limda bola, bittasi yonimda. Amalladim. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman.